Ma, shular tugamaydigan majlislari jonimga tegdi borku. Hokim bugun gaz olibdilar-da. Endi egalariga tarqatar. Bugun yomon charchadim borku. Bugun dam olaman. Men qaynatam tirilib kelsa ham ishga chiqmayman men. Qanchasi tirikku hokim bu? Mabodo o'lib tirilib kelganda ham ishga chiqmayman. Tuflagan tufligim qaytarib oladigan odam emasman. Alo. Dadasi, Ovqat qilmagan edim-da shu. nimadirlar ko'chadan olib kelarsizmi? Menga qara, men boya tupurgan tupligimni qaytib olmayman. Men dam olaman dedim bugun. Pulingni nima qilgan o'zing qonqatdi. Butun tumanni muammosini o'ylaymi yo seni o'ylaymi? Shoshmay turing hozir. Hayda tez sen ham. Hop. Endi berajaga o'tamiz. Alo, dada. Ha o'g'lim. Shashlikda C-vitamin bor ekan. Siz davrida yashab qolaylik. Aylanay sizdan. Shapaloqqa ham C vitamini bor. Onangizga ayting, o'sha ovqat qiladi, o'sha ovqatida ham C vitamini bor. Plan C. Voy dadasi, siz mazalarimiz qochib, mana o'g'lingiz bilan qoldik. Voya skoriy ketdi. Kuchli ovqat yeylar dedi dadasi. Men ham odamman-ku, men ham dam olishga haqqim bor-ku. Men orqaga qaytmayman keyin shuncha joyga. Turib o'zing qil. Shunda baqat kuchli ovqat bo'ladi. Bizda qilmayman meni. Dam olaman bugun men. Endi atom rejasiga o'tamiz. Hozir so'raysan, xo'p? Ana bu deb ketyapti. Shu xotinni borku cho'rniga tiqib qaytib qilmaydigan qilib qo'yaman-da. Alo dada, Ona qizim. menga g'ijnimon shashlik olib keling. Ko'p olib keling. Bo'ldi jonim qizim. Xo'p. Juda ham ko'p olib keling, sizni yaxshi ko'raman. Qizim, men ham sizni yaxshi ko'raman. Xo'p, olib boraman. Hey, qaytar, g'ijduvonga hayda. Siz tuflagan tufligim qaytarib olmayman dedingiz. Menga qara, qizli bo'lsang bilasan. Tuflagan tupliging u yoqda tursin, boshqa narsani ham yeysan kerak bo'lsa. Dunyo chiroyli, bu yoshli oila